Yana arzonchilik boshlandi. Bu uyimiz O'sh shahrida bo'lgani bilan narxini do'stlar toza qora suyizga qo'yardik do'stlar. Assalomu alaykum. O'zimni uyingizda yurgan do'stlarimizga Chesti Tashkent stilda oz joydan unumli foydalanib 3 sotklik ustiga 3 etajli uylarini pishig'ichlarda solib ustiga bazaletlarni qoplab shunaqa shuvolarni chiqarib qo'ygan. Bu uyimizga xaridorlarimizni chaqirib qolamiz. Biz hozir Qirg'iziston O'sh shahri aynan Onadirimizni kanalni bo'yidagi yangi asfalt mahallamizdan tushganimizda aynan 195-ko'chamizga kirib kelganimizda qo'llarda ushbu 3 sotikdan iborat 3 sotikga haqiqatda ham umumiy planlarini ko'rsatib, bu yerda 3 etajli uylarini ko'ryapsizlar, qasratib ko'tarib qo'ygan ushbu uyimizni sizlarning xizmatiga qarab srochniy bog'da $98 ming ga chiqardik. Buyursa do'stlar, hali yana kami bor. Egasini aytish bo'yicha 115 ming yoki 120 ming deyli degan joydan sizlar uchun srochniy qilib $98 ming ga tushirib qo'ydik. Yana ozgina kamini so'rab olsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda gaz bor ekan. Qaranglar, gaz bor, suv bor, svetlari ham kelgan, hamma sharoitlari bor. Kelib yashayveradigan Onadirimizni yaxshi lokatsiyasidan ushbu uyimizni ko'rib qo'yinglar. Tashqi nimalari, devorlari, qo'rg'onlari peskabloydan qilingani bilan uyimiz aylanasiga pishig'ichda solingan, haqiqatda yashayman deb solib qo'ygan, betonlarni ham mo'shni qilib, hattoki bazalitlarini ham o'rnatib, ya'ni qo'shib qo'ygan ekan. Uyimizda elektromontajlari ham bo'lgan. Uyimizda shunaqa umumiy proyekt deganim, uyimizda do'stlar mana bu 3 ta 4 ta mashinamiz sig'oradigan, hattoki mashinaning o'rnlari ham bor. Bundan tashqari hovli tomon hattoki so'ri qo'yadigan plashatlargacha qilib qo'ygan ekan. Uyimizda 10 yon tomonida do'stlar, ma'lumot uchun aytaman, bu yerda suvimiz 10 tonnalik zapaslari bor ekan. Hojatxonaga ham 4 ta yama kavlangan. Mana bu hojatxonamizni o'rni bo'ladi. Mana bu tomonga naveslari bilan do'stlar bu yerga bu yerdan tushib ketish zinapoyasi bor ekan. Bo'lmasam uyning ichidan kirib kelaveramiz ekan. Kirib turib uyimizni 10 yon tomonida bitta katolxonamiz bilan yana bitta nimamiz bor do'stim. Bu yerda bitta baynasi, do'stim, bitta baynaning o'rni bor ekan. Bu birinchi etajimiz bo'lyapti, ya'ni paltarashka stilda bu podval qismimizga proyekt bo'yicha oshxonani tushirmoqchi edik ekan. Ya'ni planlari ham hamma yo'q tayyor. Uyimiz asosiysi qizil kitoblari, arkitekturadan shunaqa dokumentlari hamma yo'q taqdiyapti. Olsa sirazi nomiga o'tkazib beradigan tayyor holatda. Mana bu podval qismimizda ikkita xona joylashgan va mana shu yerda o'zidan ikkinchi etajimizga sekin chiqib boramiz. Uyimizni asosiy o'rta qavatiga chiqib kelamiz. Bu yerda polniy planlar chiqqan, lekin uyimiz misol o'rtalari hali bo'linmagan ekan. Men tushunishim bo'yicha bu yerda ikkita xona qilsa ham bo'lar ekan. Mana bu yerdan to'sganimizda katta ko'chaga qaragan aynaklari bilan yorug' holatda solagan. Mana bunday betonlarni ham ko'ryapsizlar. Yashayman deb mo'shni holatda. Uyimizni bo'ylariga ham atdельный e'tibor berasizlar. Zamon talabiga javob bera oladigan zo'r stilda xonalarini katta tashlab qilib qo'ygan ekan. Sizlar bilan birgalikda endi ikkinchi tevadagi qismni ham ko'rib qo'yamiz. Endi bu uylarimizni proyektlarini o'zingizlar bilasizlar, nima xona sifatida foydalanasizlar. Mana bu yerda koridorimizdan o'ng qo'lga bosganimizda tashqi ko'rinishidan kichkina ko'ringani bilan har bir xonamizga katta joy tashlab, do'stlar, shunaqa unumli yaxshi foydalanilgan ekan. Xo'p, bu oxirgi 3-etajimizdan do'stlar, bu yerda men tushunishim bo'yicha bitta sanuzelimiz bo'lsa, sanuzelda oldida, ya'ni spalniy xonaning yonboshidagi, ya'ni bir garderob xona qilib olsa bo'ladi. Bu yerga kiyim almashtirish, kiyim xonasi bo'lsa, mana bu yerda esa dushovoy bo'ladi. Dushovoydan chiqqanimizda, mana bu uyimizni bir spalniy xona desak ham bo'laveradi. Shunaqa bir yaxshi proyektda solingan, asosiysi pishiq holatda yashayman degan do'stlarimizga yaxshi variantda $98 ming ga chiqarib qo'ydik. Yana kami bor. Egasi nomerlarini aytamiz, yana bir ma'lumotlarni olib o'zingizlar kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. 0501 80 00 86 0501 80 00 86 ushbu nomerlarga yengilab qayrilib kelib uyimizga olsanglar bo'ladi. Tashqariga chiqamiz, kirish yo'llarini ko'rsatib ashada dag'i so'z bilan o'tamiz. Qani do'stlar? Do'stlar, men bu yerga aynan misol uchun men Furqat Kurgovoyda ust tomondagi zapravka tomondan kirib keldim, Bezprobga. Aslan mana bu shahar tomondan Onadirga chiqib kelganimizda chap tomondagi kanalni bilasizlar. Onadir'dagi kanalni bo'yidan chap tomonga yangi asfalt mahalladan bitta yurib kelganinglarda hisoblab o'z beringlar bilar ekan 195-ko'chamizga burilasizlar va hech qayerga burilmasa aynan shu ko'chamizni o'zida o'rtarog'ida o'ng tomonda joylashgan ushbu ajoyib bir g'aroyib zo'r uyimizga hammanglar chaqirib qolamiz. Hammamizga ham shunaqa yaxshi lokatsiyalardan, yaxshi uylarda olib yashashlik nasibsin. Alsat kanali o'zingizning jana sizning xizmatingizda.